Nargini postko'ning orqasiga yangi ochilgan ko'limizda challenge. Ertaga xudo xolasa 100 kilo baliq ko'chamiz. Eng kattasi mana shu baliqlardan bo'ladi akalar. Eng kattasi mana shu baliqlardan to'kiladi. Kecha ham o'tib to'kkanmiz. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Obetlari, hamyolari bor. Namoz o'qigan joylarimiz ham bor akalar. Obetimiz bir po'si 10 mingdan. Maza qilib obet qilib damda olib ketaverasizlar. Xudo xolasa ertaga soat 8:30, 9:00 ga baliqlarimiz keladi. Mana balkonchi akamiz chetdan mana o'zi boshlab oldi. Jo'natadi akalar. Bexijolat kelaverasizlar. Sovrinlarimiz bor. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar akalar. Bemalol ko'cha akalarga telefon qilib, lokatsiyalarni tashab beradi, yupasitkalarni tashab beradi akalar. Bemalol kelaverasizlar. Sovrinlarimizni hozir video davomida qo'yib ketamiz. Mana shu yozuvga yozsalaring, Telegramda mana maqtlar chiqadi. Bemalol yupamizga kirasizlar, yo'qsa ichkiga yozsalaring, yana to'liq ma'lumotlar sizlarga berishga harakat qilamiz akalar. Kelib bemalol dam olib ketaveringlar. Mana xudo xolasa akalar, mana baliqlarimizni ham ko'rasizlar, bir tomosha qilinglar mana. Mana akalar, bemalol kelib, o'g'di qilib, mana akalar. Kichkinasi 1 kilo bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin deyapman, kichkinasi 1 kilo bo'lishi mumkin. Dashi 4 kilogacha bo'ladi mana akalar baliqlarimiz. Bemalol kelasizlar, o'g'di qilasizlar. 50 ming to'lov qilasizlar akalar, mazaqil damda olasizlar. Faqat sizlardan pul to'lov qilasizlar bo'ldi. Bitta qalmaqni olib kelasizlar, o'g'di qilib mazaqil damda olib ketaverasizlar akalar. Xotirjam ko'ngil to'q qilaveringlar. 13-yanvar kuni musobaqaga qo'yilgan sovrinlarimizni ham ko'rsatamiz. Bunaqa juda qimmat bo'lmasa ham, lekin ko'limiz nomidan qadrlaymiz ashnimalarni, o'chakalarimizga. Bemalol o'g'di qilaverasizlar akalar. Assalomu alaykum do'stlar, mag'rurlar. Mana xudo xolasa 13-yanvarga bo'ladigan postko'ning orqasi yangi ko'limizga musobaqadagi sovrinlarimiz akalar. Birinchi o'ringa qalma, kartoshka hamyolari mana ichida tayyor turibdi. Imkon qilsa terib qo'yamiz, yo'qsa o'zdan ko'ngildan terib olaverasizlar. Birinchi o'rinimizga. Ikkinchi o'rinimizga akalar. Patsa. Ikkinchi o'rinimizga patsa. Mana akalar. Uchinchi o'rinimizga ana stolcha. Yutib olgan odam 3-o'rinda olgan odam azali qatga borsa, sizga bemalol o'tib qo'yaverasizlar akalar. Yana takroriy patsada shu nomerlar qo'yib qo'yamiz akalar. Ko'lchi akamiz nomeri bemalol telefon qilsalaring, lokatsiyalarini, kupasikalarni tashab beradi akalar. Bitta bo'lsa 100 kilo baliqni ham gaplashib qo'yganmiz. Kattasi 4 kilo, kichkinasi 1 kilo. 100 kilo baliqimiz keladi akalar. Bemalol kelib o'g'di qilib, mazaldan olib ketaverasizlar. To'lovi 50 ming. To'lovni to'laysizlar 50 ming. Mazal o'g'di qilasizlar. Obetimiz ham bor. Bitta porsiyamizdagi oshimiz 10 ming so'm akalar. Namozxonalarimiz, joylarimiz, issiqxonalarimiz ham bor. Yana shu ko'lda ham bitta obzor qilib tashlab qo'yamiz akalar.